Muhammad va uning sahobalariga qarshi urush bizga ko'p zarar keltirdi. Tijoratimizdan qoldirdi, mol-mulkimizni kasodga uchratdi. Bu borada nima maslahat berasan, ey Abu Sufyon? O'ylashimcha, biz tijorat bilan Shom o'lkasiga borishimiz kerak. Hudaybiya sulhidan keyin Muhammad bilan tinchlik, omonlikda yashayapmiz. Hozir tijorat qilib daromad orttirishning ayni vaqti. Juda yaxshi fikr, ey Abu Sufyon. Mana buni oling ey Abu Sufyon. Bu mening mol-mulkim. Sizga olib keldim. Uni ham tijoratingizga qo'shing. Yaxshi, ey ayol. Bu pullar bilan sen uchun tijorat yurgizaman. Olihalarning barakasi ila pullaringni katta foyda bilan qaytaraman. Makkada har bir erkak va ayol o'z buyumlarini sizga topshiradi, a? Ey Abu Sufyon. Urush Makkani va uning ahlini holdan toytirdi. Ana endi ko'p yaxshiliklarga ega bo'lgan Shom o'lkasida tijorat qilib, daromad ko'rish fursati yetdi. Qani, safar uchun tayyorgarlik ko'raylik. Bo'linglar,